Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55 lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Tramp nega oxirgi daqiqada hujumni bekor qildi? Eron bilan maxfiy kelishuv ortida qanday sir bor? Toshkentda shov-shuv. Cobalt haydovchisini to'xtatish uchun nega qurol ishlatildi? Toshkentda xavotirli voqea. Chirchiq daryosining qirg'og'i o'pirilib ketdi. Tramp Eron neft va gaz bozorlarini to'liq Amerika nazorati ostiga olishga va'da berdi. Ukraina moliyaviy jar yoqasidami? Amerika tahlilchilari xavotirli prognozni e'lon qildi. Putinning yangi rejasimi? Finlandiya yaqinida misli ko'rilmagan harbiy shaharcha qurilmoqda. Tramp nega oxirgi daqiqada hujumni bekor qildi? Eron bilan maxfiy kelishuv ortida qanday sir bor? AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan olib borilayotgan muzokaralarda muayyan natijalarga erishganini ma'lum qilib, Tehronga qarshi rejalashtirilgan yangi harbiy zarbalarni bekor qilinganini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, kelishuvning asosiy shartlari bo'yicha ishtirokchi tomonlar o'rtasida kelishuvga erishilgan va hujjat yaqin kunlarda imzolanishi mumkin. Tramp 11-iyun kuni kechqurun Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Eron rahbariyati bilan o'tkazilgan muhokamalar yuqori darajada ma'qullanganini ma'lum qildi. Shu munosabat bilan u o'sha kechaga rejalashtirilgan harbiy operatsiyani bekor qilish haqida qaror qabul qilayotganini yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, ehtimoliy kelishuvning yakuniy shartlari nafaqat AQSh va Eron, balki Isroil, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Turkiya, Pokiston, Bahrayn, Kuvayt, Iordaniya va Misr kabi qator davlatlar ishtirokida ham muvofiqlashtirilgan. Tramp shuningdek, kelishuv rasman kuchga kirguniga qadar Eronga nisbatan joriy etilgan dengiz blokadasi saqlanib qolishini bildirdi. Uning aytishicha, kelishuvni imzolash vaqti va joyi yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Toshkentda shov-shuv. Cobalt haydovchisini to'xtatish uchun nega qurol ishlatildi? Toshkent shahrida yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, boshqa harakat ishtirokchilarining hayotiga xavf tug'dirgan Cobalt rusumli avtomobil haydovchisining noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizligi xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 11-iyun kuni soat 21:34 lar atrofida 1982-yilda tug'ilgan fuqaro ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida ro'yxatda turuvchi R.Y. o'z boshqaruvidagi Cobalt avtomashinasida Yakkasaroy tumanidagi Shota Rustaveli ko'chasi bo'ylab harakatlanib, yo'l harakati qoidalarini buzgan holda boshqa fuqarolar hayotini xavf ostiga qo'ygan. Haydovchi ichki ishlar organlari xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirgan hamda bir nechta transport vositalariga texnik shikast yetkazgan. Ko'rilgan tezkor choralar natijasida boshqa fuqarolarga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tabelli quroldan foydalanilgan. Ogohlantirish berilgach, avtomobil g'ildiragiga o'q uzilib, transport vositasi to'xtatilgan va haydovchining keyingi noqonuniy harakatlariga barham berilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Toshkentda xavotirli voqea. Chirchiq daryosining qirg'og'i o'pirilib ketdi. 11-iyun kuni Chirchiq daryosi qirg'og'ining Toshkent shahar Bektemir tumani hududidan o'tgan qismi o'pirildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 14:00 lar atrofida Bektemir tumani Nurafshon MFY hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining 41-23-38 koordinatsiyasida joylashgan suv so'ndirgich vodopad inshootining oqim bo'ylab o'ng nishapligidagi beton qoplamasi hamda qirg'oq bo'yi mintaqasida o'pirilish sodir bo'lgan. Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamrayev boshchiligidagi ishchi guruh voqea joyiga yetib borgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, tegishli tashkilotlar va Toshkent shahar hokimligi mas'ullaridan iborat tezkor shtab tuzilgan. Sodir bo'lgan o'pirilish holatini bartaraf etish ishlarini olib borish uchun hozirda ikkita ekskavator, 10 ta samosval, 2 ta texnika hamda ishchi kuchi jalb etilib, Chirchiq daryosi qirg'og'ini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda.
Bildirilishicha, hodisa oqibatida atrofdagi bino, inshootlar, obyektlar hamda aholi xonadonlariga zarar yetmagan. Ayni vaqtda ular uchun hech qanday xavf mavjud emas. Ishchi guruhlar tomonidan Bektemir tumani hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqim bo'ylab ikki yon atrofida joylashgan fuqarolarning yashash xonadonlari va tadbirkorlik subyektlarida profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Ularga xavotirga o'rin yo'qligi tushuntirilmoqda. Chirchiq daryosida soat 18:00 holatiga ko'ra suv sathi 278 metr kvadrat soniyani tashkil etmoqda. Daryo suvi kamaytirilmoqda. Tramp Eron neft va gaz bozorlarini to'liq Amerika nazorati ostiga olishga va'da berdi. AQSh prezidenti Tramp Eronga yangi zarbalar berish va istiqbolda Fors ko'rfazidagi Xark orolini mamlakatning asosiy neft terminalini egallash rejalarini e'lon qildi. U Truth Social'dagi postida Eron neft va gaz bozorlarini Amerika nazorati ostiga olishga va'da berdi. Tramp Eron armiyasi aviatsiyasi havo hujumidan mudofaa tizimlari va radarlarini yo'q qilingan, Eronning hujumkor salohiyatining katta qismi esa ishdan chiqqan deb ta'rifladi. AQSh prezidenti xususan shunday deb yozdi: "Yaqin kelajakda biz Xark oroli va boshqa neft infratuzilmasi obyektlarini egallab, ularning neft va gaz bozorlari ustidan to'liq nazorat o'rnatamiz." U pretsedent sifatida Venesuelaga ishora qildi. Uning so'zlariga ko'ra, u yerda shunga o'xshash siyosat har ikki mamlakat manfaatlari yo'lida ajoyib ishlamoqda. Avvalroq Tramp Venesuela hukumati bilan kelishuv doirasida AQSh Venesuela neftining 30 milliondan 50 million barrelgacha sotishdan tushgan daromadni nazoratga olishini, pullar esa prezident sifatida o'zining boshqaruvida bo'lishini aytgan edi. Xark oroli Eron neft iqtisodiyotining asosiy qismidir. Eron neftining dengiz orqali eksport qilinadigan umumiy hajmining qariyb 94% u orqali o'tadi va yuk tashishning eng yuqori davrlarida orol omborlarida bir vaqtning o'zida 553 million barrelgacha xom ashyo bo'lgan. AQSh 2026-yil 13-mart kuni Xark oroliga havo hujumlarini uyushtirgan edi. Shunda 90 dan ortiq harbiy obyektlar, jumladan dengiz minalari omborlari va raketa omborlari zarar ko'rgan, ammo neft infratuzilmasiga ataylab tegilmagan edi. Ukraina moliyaviy jar yoqasidami? Amerika tahlilchilari xavotirli prognozni e'lon qildi. Ukraina uzoq muddatli tinchlik shartnomasini tuzmasa, moliyaviy barbod bo'lishga duch keladi. Bu haqda Startfor Amerika tahlil markazi hisobotida ma'lum qilindi. Hujjatda tinchlik kelishuvsiz Kiyev G'arbning moliyaviy yordamiga bog'liq bo'lib qolishi va qarzni to'lay olmaslik bilan bog'liq xavf-xatarlarga duch kelishi tushuntirilgan. Faqat barqaror, doimiy tinchlikka olib keladigan ssenariyda Kiyev xarajatlarini doimiy xorijiy moliyaviy yordamga tayanmaydigan darajaga tushirishi mumkin deya ogohlantirilgan Ukraina so'nggi bir necha yil ichida G'arb yordami bilan qoplashga umid qilib, rekord darajadagi defitsit bilan byudjetni shakllantirmoqda. Mamlakatning bu yilgi byudjeti 1.9 trillion grivna taqchilligi bilan qabul qilindi. Kiyev rejimi tashqi moliyalashtirish orqali byudjetdagi bo'shliqlarni yopishga urinmoqda. Shu bilan birga G'arb yangi yordam ajratish uzoq muhokamalardan so'ng amalga oshirilishi, sheriklar esa Ukraina o'zini o'zi moliyalashtirish uchun manbalarni qidirishni kuchaytirishi kerakligi haqida tobora ko'proq ogohlantirmoqda. Putinning yangi rejasimi? Finlandiya yaqinida misli ko'rilmagan harbiy shaharcha qurilmoqda. Rossiya Finlandiya bilan chegara yaqinida yangi harbiy baza qurishni boshladi. Obyekt Novaya Vilga qishlog'ida joylashgan. Bu haqda Finlandiyaning Yei nashriga tayanib Minval xabar berdi. Ma'lumotlar sun'iy yo'ldosh tasvirlarga hamda finlandiyalik harbiy ekspert, sobiq razvedka zobiti Marko Eklundning so'zlariga tayangan holda taqdim etildi. Ta'kidlanishicha, qurilishning faol bosqichi 2026-yilning bahorida boshlangan. Bo'lajak harbiy shaharcha hududida hozirning o'zida 10 tacha yirik kazarma binolari qurilmoqda. Ekspertlarning aytishicha, loyiha ko'lami mazkur hudud uchun misli ko'rilmagan darajada katta. Chunki ilgari bu yerda faqat sovet davridan qolgan binolar modernizatsiya va rekonstruksiya qilingan. Xolos. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahlili shuni ko'rsatadiki, hududni qurilishga tayyorlash ishlari 2025-yilning oxiridayoq boshlangan. 1-marta daraxtlarni kesish ishlari noyabr oyida qayd etilgan. Qishda esa keng ko'lamli yer qazish ishlari boshlab yuborilgan. Finlandiyalik kuzatuvchilarning fikricha, yangi garnizon Rossiya tomonidan so'nggi 10 yilliklarda Finlandiya chegarasi yaqinida qurilgan eng yirik harbiy obyektlardan biriga aylanishi mumkin. Finlandiya Rossiyaning 3.7 million yevro miqdoridagi mablag'ini musodara qildi. Bu
Bu pullar Yevropa Ittifoqining transchegaraviy hamkorlik dasturini moliyalashtirish uchun ajratilgan edi. Bu loyihada Finlandiya Rossiya bilan birga ishtirok etgan. Ma'lum qilinishicha, da'vogarlar avvalgidek Ukrainaning Naftogaz davlat energetika kompaniyasi va uning sho'ba korxonalari bo'ldi. Rossiya mablag' ajratgan ushbu loyiha dastlab chegara hududlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.